Oila bu qamoqxona emas. Men oilalar buzilishiga qarshiman. Lekin qamoqxona bo'lishiga undan ham qattiqroq qarshiman. Yaqindagina bir kelinchak keldi. Telefon ishlatish mumkin emas, ko'chaga chiqish mumkin emas, uni qilish mumkin emas, buni qilish mumkin emas. Nima mumkin? Faqat ertalab turib ovqat qilish, kir yuvish, uyga qarash, bolaga qarash. Nima u qamoqxonami? U oila emas, qamoqxona va bu qiz qulmi? Qanaqasiga telefon ishlatish mumkin emas? Voyaga yetgan qizga qanaqa qilib bunaqa sharoitga berish mumkin? Nima shunaqa sharoitda baxtli bo'ladi deb o'ylaydimi? O'g'lim baxtli bo'ladi deb o'ylaydimi? Qiladigan odam bog'lab qo'ysangiz ham qiladi. Qilmaydigan odam erkin qo'yib yuborsangiz ham qilmaydi. Qamoqxonada saqlab oilani baxtli qilib bo'lmaydi. Mana shunaqa qaynonalarga hayratda qolaman. O'zini qizi shunaqa sharoitda chidarmikin deb o'ylayman. Kelinga nimadir qilayotib, o'zimni qizimga ham shunday qilsa yoqarmidi deb so'rang. Chunki keliningiz ham kimnidir aziz farzandi.